Maftun qalaysan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bolla yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nima qilyapti ular? Ko'rsiz qani? O'ynayapti, lekin ko'rib qoldim. Maftun 2 haftada Xo'jangiz hozir koma holatida. Unga faqat yaxshi narsalarni eslatish yordam beradi. Harakat qilib ko'ring. Dadasi, uydagi yashirgan hamma pullaringizni topib oldim. Pul sanaganda shitir-shitir ovozlari sizga yoqardi-ya, dadajonisi. Agar hozir ko'zingizni ochmasangiz, hamma pullaringizni o'zim ishlatib qo'yaman. Dadasi, bu foyda bermadi. Nima qilsam ekan? Topdim. Dadasi sizga arabcha o'ynaydigan qizlar yoqardi-ya. Hozir. Hech qachon yomon yashayapman dema. Alloh seni eshitadi va aytadi. Seni yomon yashash nimaligini bilmaysan va senga yomonrog'ini ko'rsatadi. Har qanday vaziyatda nima bo'lishidan qat'iy nazar doim yaxshi yashayapman deb ayt. Shunda Alloh aytadi: sen yaxshi yashash nimaligini bilmaysan va senga yaxshirog'ini ko'rsatadi. O min degenli oğlu bulsun, kisesinde doldırı bulsun, hem meni milyoner olsun, meni milyarder olsun. Kasır cay sala vergey, kımmat maşinla ala vergey, Dubai, Türkiye'ye appara vergey, meni milyarder olsun. Sorasam indemin bere vergey. Altı brilyant hep bere vergey. Hanımım dep erkelete vergey, meni milyarder olsun. Kaş gözünü tap et başlayma. Oğlum kelgin yanımga, canım fida yo'lingga. Bugun solay yodingga, o'zimning qori o'g'lim. Yorug' qilgin yuzimni, yoshlantirma ko'zimni. Unutmagin so'zimni, o'zimning qori o'g'lim. Ayol kishi agar erini ruxsatsiz ko'chadan bir qadam chiqadigan bo'lsa, Xudo farishtalar to qaytgunigacha la'natlaydi. Ayol kishini to yana qaytib kelgunigacha la'natlaydi, gunohkor bo'ladi. Erini ruxsati bilan chiqish kerak. Ayollarimiz nima qilyapti? Er 8 da ishga kelsa, deylik mana 12 da obedga keladi. G'irrat borib kelib olaman ishdan kelgungacha deb aytib yuramanmi shuni ham deb. Qo'shningizga ham chiqmang hatto, agar eringiz ruxsat bermagan bo'lsa. Keyin shuni ruxsatini olib olish kerak. Dadasi ishga ketganingizda zarur ish bilan palonchi qo'shnimnikiga chiqyapman.